Vatan bu har bir inson uchun eng aziz va muqaddas maskan. Uni himoya qilish esa har bir yigitning eng oliy burchidir. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli Xonobod shahridagi harbiy qismda muddatli harbiy xizmatchilarning hayotidagi unutilmas voqea Vatanga qasamyod qabul qilish marosimi bo'lib o'tdi. Jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Vatanga qasamyod qabul qildirish uchun keltirildi. O'quv punkti boshlig'i Polkovnik Qosim. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli Xonobod shahridagi harbiy qismda askarlarning vatanga qasamyod qabul qilish marosimi tantanali o'tkazildi. O'tkazilgan tadbirda harbiy xizmatchilar, Xonobod shahar hokimligi, faxriylar, ota-onalar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Tantanali marosimda so'z olganlar vatanga qasamyodning mazmun-mohiyati, vatan himoyasi yo'lida safga kirishning mas'uliyati va sharafi, sadoqat bilan xizmat qilish orqali Amir Temur va Jaloliddin Manguberdi kabi ulug' ajdodlarimizga munosib voris bo'lish lozimligini ta'kidladilar. Vatanga qasamyod qabul qilayotgan askarlar nigohida o'ziga ishonch, jasurlik va qat'iyat mujassam. Ular vatanga qasamyod qilish orqali o'z vataniga, xalqiga, prezidentiga bo'lgan sadoqatini ifoda etdilar. Davlatim timsoli bo'lmish muqaddas bayrog'ini o'pib, buyuk ajdodlarim pok ruhlari oldida, davlatim oldidagi burchimni halol bajarishga bel bog'lab, vijdonim, or-nomusim va sha'nimni o'rtaga qo'yib, O'zbekiston Respublikasiga, xalqimga, prezidentimga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Tadbir davomida o'zlarining namunali xizmatlari bilan alohida o'rnak ko'rsatgan bir guruh harbiy xizmatchilar faxriy yorliqlar, minnatdorchilik xatlari hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Mana bugun barcha harbiylarimiz qatorida, mana shu o'g'lonlarimiz qatorida o'g'lim Normurodov Samirjon ham Qashqadaryo viloyatidan, Andijon viloyati Xonobod shahridagi ushbu harbiy chastga xizmat qilish uchun keldi. Mana qisqa muddat ichida o'g'lim Samirjon ham barcha o'g'lonlarimiz qatori vatanimizga, xalqimizga, prezidentimizga xizmat qilish uchun bugun qasamyod qildi. Men bundan juda ham minnatdorman. Juda ham xursandman. O'g'lim mana shunday ko'pchilik o'g'lonlar qatorida vatanimizga xizmat kelganini juda ham baxtli insonman. Tekislar! Ruslan! Tantanali marshga! Voy! Kel! Tadbir doirasida harbiy xizmatchilar tomonidan jangovar chiqishlar namoyish etildi. Bayram davomida san'atkorlar tomonidan kuy-qo'shiqlar ijro etilib, tadbirga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Eng hayajonli lahzalardan biri esa askarlarning ota-onalari bilan diydorlashuvi bo'ldi. Bu uchrashuvlarda faxr, hayajon va quvonch hislari uyg'unlashib, yurakda iliq tuyg'ularni uyg'otadi. Vatanga sadoqat yuksak burch. Ana shunday tadbirlar esa yosh avlod qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlab, ularni yurt himoyasiga tayyor, jasur va fidoyi insonlar etib tarbiyalashga xizmat qiladi.